Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya obmeni uchun bitta like podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim urishib qolganlar uchun bo'ladi. Kelinglar. U men haqimda bugun o'yladimi yoki o'ylayaptimi va hokazo. Хорошо, ketdik o'rtoqlar. Karta nima chiqsa o'shani o'qib beraman. Hech nima aytishinglar, hech nima gapirishinglar shart emas. Bu chunki общий раскладda. Ketdik. Личный расклад WhatsAppdan. Boshlanishidan уже o'qitiluv va hokazolar tushyapti. Tak. Hisoblaysizlar mana bu videoni qachondan ko'rishni boshlayapsizlar? Ana o'sha kundan boshlaysizlar. Хорошо, chunki bu bugunlik deb men kartaga niyat qildim-da. Хорошо, вот. Tushuntira oldimmi o'rtoqlar? Mana bu videoni mana qachon ko'ryapsiz? Hozir ko'ryapsizmi? Mana hozir bugun bo'ladigan o'sha aqlingizdagi insoningizni xayolda nima o'tgan yoki o'tayotgan shu narsa ko'riladi. Хорошо, kartamga bugun deb men niyat qilib ochdim. Ketdik. O'rtoqlar, avvalambor boya aytganimdek, kim meni eskidan azaldan kuzatadiganlarim, klientlarim biladi. Verxovna jritsa tushdimi? Bo'ldi, bilingki, четко, ясно sizlarda o'qitiluv va hokazo ritual borligi. Tak. Bugun aqlingizdagi insoningiz nima o'ylayapti? Sizlar ushib qolgansizlar, eslatib o'taman. Bu yerda siz kimgadir o'qitdingizmi yoki o'qitishga harakat qilyapsizmi yoki planingizda bormi-da? Вот. Yarashishlar juda ham oxirgi payt cho'zilib ketdi. Cho'zilib ketganda siz o'qitishni plan qilyapsizmi yoki qandaydir shunga o'xshagan narsa bo'lyapti bu yerda, tushuntira oldimmi? Aqlingizdagi insoningiz oxirgi paytda hech nimani his qilmayapti. Bugun sizni o'ylayaptimi? O'yladimi yoki sog'indimi yoki yarashishga bir qadam qo'yish niyati bormi? Yo'q. Nimaga desangiz, bu yerda yoki agarda onasi tirik bo'lsa, aqlingizdagi insoningiz onasi qarshi bo'lyapti. Agarda bolamiz o'sha aqlingizdagi inson uylangan bo'lsa, xotini bilib qolib, ozgina bu yerda o'zini uyida bilasizmi, notinchlik bo'lyapti. Yo u, yo bu. Men variant tashlayapman-da, qarasho, o'zingizga to'g'ri keladigan olasizlar. Agar sizlar er-xotin bo'lsanglar, qaynonangiz. Agarda oilaviy bir erkak bilan suhbatingiz bo'lib urushib qolgan, ya'ni o'sha ayrilgan bo'lsanglar, o'sha ayoli sababi cho'zilyapti va bu yerda siz o'qitiluv orqali yarashishni o'ylab yuribsiz yoki plan qilyapsiz yoki harakatingizni shu boshlagansiz va hokazo bo'lyapti. Lekin bu yerda bilasizmi, aloqaga hali beri chiqishi data kun hali chiqqani yo'q. Bola lekin aslida xohlayaptimi, o'ylayaptimi sizni? Sizni paytida juda ham qattiq yaxshi ko'rgan ekan. Hozir